Xitoy Markaziy televiziya kanali yaqında bu balalar lagerlari haqida hujjatli film ishlab tarqatgan edi. Lekin amaliyot Xitoyning dunyoga yolg'on aytganligini o'ttirg'i chiqadi. Zimiston to'rining bu vaqtda bergan xabarida Sharq Turkistondagi balalar lagerlarining ahvoli haqida to'xtalganda 9 yoshli Gulnar ismli bir qizning ota-onasi jazo lageriga qamalgandan keyin bu yerga elib kelinganligi va u kundan boshlab kulib boqmaganligi aytilgan. Bu yataqliq maktablarda xizmat qiladigan bir o'qituvchining Zimiston to'riga bildirishicha, odatda o'quvchilar zo'rliq va nachar muomalaga uchraydi. Yetarlik ozuqlanmaydi. Turli psixikalik besimlarga uchraydi. Pokiz ichimlik suvga erishamaydi. Maktab formasi kiyish majbur bo'lg'achqa, bolalarning faqat bir qurdulli kiyimi bor. Bu sababdan pitlash ahvollari yuz beradi. Xitoyning ota-onasi yig'ilish lagerlariga qamalgan 500 mingdan ortiq Uyg'ur balani balalar lageriga qamaganlikqa ilgari surilgan edi. Amerika Kengash Palata a'zosi Uyg'urlarning majburiy emgakka silinganligini ta'kidlab, Sharq Turkistondan mal import qilishning cheklanishini tashabbus qiladigan bir qonun loyihasi tayyorladi. Ko'p sonli Cumhuriyetçi va demokratchi parlament a'zolari birlikda tayyorlagan loyihada Uyg'ur rayonida 1 milliondan ortiq kishining yig'ilish lageriga qamalganligi ta'kidlanib, rayondan keladigan barliq mahsulotlarga cheklama qo'yish talab qilingan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining eng huquqli raisi Jim McWarren Xitoydagi majburiy emgak ahvoli haqida bir doklad tayyorladi. Dokladda Uyg'ur avtonom rayonidagi dehqonchilik maydonlari, lager va zavodlarda asosli eksport mahsulotlari ishlab chiqarilganligi o'tirg'i qo'yildi. Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash Palata a'zosi Marco Rubio bo'lsa, Uyg'ur diyoridan kelgan har mahsulotni majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan deb qarashga majbur bo'lganligini aytdi. Angliya tadqiqotchilari Xitoy yangi tipli koronavirusga qarshi tadbirlarni bir necha hafta burun yo'lga qo'ygan bo'lsa, virus bu qadar keng tarqalmaydi dedi. Angliya Muhofizat gazetining xabar qilishicha, angliyalik tadqiqotchilar kishilarning harakati va kasalning boshlanishi haqida tadqiq qilib chiqqan bir modeli orqali Xitoydagi yuqum ahvolini tadqiq qilgan. Tadqiqotda agar Xitoy bir hafta burun tadbir qo'llangan bo'lsa, yuqumlanuvchilarning sonining 66.3% azaydiganligi, 2 hafta burun tadbir qo'llangan bo'lsa, 95% azaydiganligi o'tirg'i qo'yildi. Dokladda kontrol tadbirlarini tez yo'lga qo'yishning muhimligini ta'kidlagan bo'lib, karantin qilish, sayohat cheklamasi va sahiyat tadbirlarini yo'lga qo'ymagan ahvolda yuqumlanuvchilar sonining 67 hassa ko'p bo'ladiganligi, tadbirlar kechikib yo'lga qo'yilsa, yuqumlanuvchilar sonining 18 hassa ko'p bo'ladiganligini tilga olgan. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan koronavirusi Yevropa boshchiligida butun dunyoni tadrijiy harakatlantirdi. Yevropada yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan Italiyada o'lganlar soni 1000 dan oshdi. Payshanba kunida 189 kishi hayotidan ayrildi. Yuqumlanuvchilar soni 15113 ga yetgan. Jami o'lganlar soni 429 ga chiqqan. Eronda yuqumlanuvchilar soni 10075 ga chiqdi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif koronavirusga qarshi turish uchun jiddiy tibbiy buyumlar va aslahalarga ehtiyoji borligini aytdi. Bir yuqumlanuvchi bayqalgan Turkiyada bo'lsa, boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining 16 martdan boshlab bir hafta ta'tilga qo'yib etilganligi e'lon qilindi. Oliy maktablarda bo'lsa 16 martdan boshlab 3 hafta ta'tilga qo'yib etiladi. Yana bir tarafdan Kanada bosh ministri ishxonasi bosh ministr Justin Trudeau'ning ayoli Sofiyaning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini e'lon qildi. Bosh ministr Trudeau tadbir sifatida 14 kun ayirib etiladi. Bütün dunyoga vahima paydo qilayotgan Xitoy virusi sababli Amerika prezidenti Donald Trump kasalning texnik tez tarqalishining oldini olish uchun juma kuni kechadan boshlab Yevropa davlatlariga 30 kun sayohat cheklamasi qo'yilganligini e'lon qildi. Oqsaroyda so'z qilgan Trump Yevropa ittifoqining virusning tarqalishiga qarshi kerakli tadbirlarni olishda tez harakat qilmaganligini aybladi.
U Yevropadan Amerikaga kelgan kishilarda virus bilan yuqumlantirish xavfi bo'lganligi uchun Yevropadan Amerikaga kirishni vaqtli to'xtatganligini aytdi. Xitoyga cheklama qo'yganligini eskartgan Trump o'xshash cheklamaning Yevropa davlatlariga yo'lga qo'yilganligini bildirdi. Trump Turkiya bilan Angliyaning bu cheklamaga uchirmaydiganligini aytdi.